Assalomu alaykum. Bugungi video kontentimiz MyGo.uz portali haqida bo'ladi. Biz undagi xizmatlardan foydalanib ko'rib, ma'lumotnoma olishni ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda o'sha Google'ga kirib, biz MyGo'ga kirib olishimiz kerak hisoblanadi. Kirib olganimizdan keyin bizga xuddi shunday oyna ochiladi. Biz bu yerda ro'yxatdan o'tmagan bo'lsak, ro'yxatdan o'tishni bosib, Vonayda orqali biz ro'yxatdan o'tishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bunda biz bu yerda shartnoma, ya'ni men foydalanuvchi shartnomasi bilan tanishib chiqdim deganga fichga qo'yib ro'yxatdan o'tishni bosamiz. O'sha bu yerdagi o'sha tug'ilgan sana, pasport seriya, elektron pochta va telefon nomeri keladi. Unga SMS kodni kiritganimizdan so'ng biz bu yerda ro'yxatdan o'tamiz. Mana shuni oyna ochilgandan keyin kirishda bosamiz. Kirishda bosganimizda bu yerga bizga 4 ta usuldan foydalanib tizimga kirishimiz mumkin bo'ladi. Bunda login, mobil ID, ikkita raqamli imzo va ID karta. Asosan hozir ishlaydiganlar bunda login bilan mobil ID bo'ladi. Bunda biz login orqali kirishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu yerda biz kirib oldik. Ochildi sayt. Bizda sohalar bo'yicha, ya'ni 16 ta bo'limga bo'lingan hisoblanadi. Bunda birinchisi o'sha subsidiya, ta'lim, fuqarolik, oila va bola, yoshlar, adliya, ijtimoiy himoya, litsenziya, bojxona va shu kabilar ko'rsatilgan bo'ladi. Biz bu yerda o'sha talabalikka kirib, misol uchun biron bir xizmatdan foydalanib ko'ramiz. Bu yerda birinchida masalan o'qish joyida ma'lumotnoma olishimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, o'qish joyida ma'lumotnoma bosamiz. Bu yerda xizmatdan foydalanish. Birinchisi o'sha tashkilotnoma, ya'ni O'zbekiston Respublikasining Oliy ta'lim va innovatsiyalar vazirligi tomonidan ma'lumotnoma beriladi. Xizmatdan foydalanuvchilar, jismoniy shaxslar, bog'lanish uchun telefon nomerlari qo'yilgan. Bundan tashqari xizmat ko'rsatish uchun kerak bo'ladigan hujjatlar. Hech qanday hujjat talab etilmaydi. Xizmat ko'rsatish muddati esa avtomatik tarzda bo'ladi. Xizmat ko'rsatishning huquqiy asosi, ya'ni O'zbekiston Respublikasining Prezidentining 2019-yil 15 fevraldagi davlat xizmatlari ko'rsatish milliy tizimini yanada kompleks rivojlantirish chora-tadbirlari haqidagi Prezident qarori 90-sonli qarori hisoblanadi. Bunda xizmat narxi esa bepul tekin hisoblanadi. Agar bunda foydalanish uchun pastda mana video qo'llanmalar keltirib o'tilgan, biz ustiga bosib videoni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari o'sha bo'lim oxirida, ya'ni bunda umumiy statistika, o'sha yangilar, jarayonda tugallanganlar, rad etilganlar, to'lov jarayonida bekor qilingan va barchasi. Ya'ni bu yerda rad etilgan va jarayonda yo'q, ya'ni barchasi ijobiy taraflama tugallangan hisoblanadi. Xo'sh, xizmatdan foydalanishimiz uchun xizmatdan foydalanish joyini bosamiz. Bizga o'qish joyidan ma'lumotnoma keltirib chiqaradi, xuddi shunday. Biz buni yuklab olish uchun yuklab olish tugmasini bosamiz va bizga PDF formatda yuklanadi. Bizga xuddi shunday ma'lumotnoma berilgan hisoblanadi. Biz boshqa bir xizmatdan foydalanib ko'rishimiz mumkin. Yana boshqa, misol uchun bu yerda maktabni tugatganlik, ya'ni umumiy o'rta ta'lim tugatganlik to'g'risidagi shahodatnomani olishimiz mumkin. Misol uchun o'sha bu yerda ham xizmat narxi bepul. Bu yerda xizmatdan foydalanishni bosadigan bo'lsak, afsuski bizda hech qanday ma'lumot topilmadi. Boshqa bir xizmatdan foydalanib ko'ramiz yana. Ya'ni bunda umumiy
o'rta ta'lim shahodatnomasi dublikatini olish. O'sha xizmatdan foydalanib ko'ramiz. Bunda xizmat narxi tekin deyilgan, ya'ni xizmat ko'rsatish. Bunda dublikatni olish uchun xizmatdan foydalanishni bosamiz. Bu yerda kerakli ma'lumotlarni tanlab arizachatchini bosamiz. Agar o'zimiz oladigan bo'lsak yoki boshqalar vakil oladigan bo'lsa, ishonch shaxsi deb belgilashimiz mumkin hisoblanadi. Arizachatchini bosib, keyingisini bosamiz. Keyin bu yerda bizni yashash manzili Samarqand viloyati Urgut tuman ta'lim muassasasi 61. Shunday qilib bizga kerakli ma'lumotlar kiritganimizdan so'ng keyingi tugmasini bosamiz. Bu yerda bizga ma'lumotlarimiz keltirilgan hisoblanadi. Bu yerdagi ma'lumotlar to'g'riligiga ishonchim hosil bo'lgandan so'ng yuborish deb bosamiz. Keyin bizga SMS-larda javobi keltiriladi. Xizmatdan foydalanib bo'lgandan so'ng yana boshqa bir xizmatdan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda yuqorida bir qancha xizmatlar ko'rsatib o'tilgan hisoblar, misol uchun bu fuqarolikka bosib, bu yerda biz sudlanmaganligi haqida ma'lumotnoma olishimiz mumkin yoki ID karta almashtirishga ariza yuborishimiz yoki doimiy yashash joyida ma'lumotnoma olishimiz mumkin hisoblanadi. Bu yerda doimiy yashash joyiga bosib ma'lumotnoma olishimiz mumkin bo'ladi. Xizmat narxi 6750 so'm hisoblanadi. Ya'ni bazaviy hisoblash miqdorining 1018 baravari hisoblanadi. Bu yerda agar tushunmovchilik yoki kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, video qo'llanma orqali ko'rib olishingiz mumkin hisoblanadi. Bu yerda sayt, ya'ni bu xizmatning statistikalar, ya'ni bunda yangilanganlar, ya'ni yangilar soni 769 ta, jarayonda 0 ta, tugallanganlar 87178 ta, rad etilganlar esa 21680 tani tashkil etadi. Bundan tashqari esa 6554 tasi to'lov qilish jarayonida hisoblanadi. Ya'ni barcha foydalanganlar, xizmatdan foydalanganlar esa 116572 ta hisoblanadi.
shu kabilar keltirib o'tilgan hisoblanadi. Ma'lumotnoma kerak bizga. Ma'lumotnoma degan joyga bosib, bu yerdan o'sha doimiy yashash joyidan ma'lumotnoma, xizmat bepul, foydalanishimiz uchun xizmatdan foydalanishda bosib, bu yerdan ma'lumotnomani ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda yuklab olish orqali yuklab olishimiz mumkin hisoblanadi. Shunday holatlarda ko'rib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari ko'plab xizmatlar mavjud hisoblanadi bu yerda. Jam xizmatlar 731 ta xizmat mavjud hisoblanadi. Joriy qilingan xizmatlar esa 730 ta ekan. Bundan tashqari biz bu yerda yangiliklar ko'rib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Video qo'llanmalar va barcha xizmatlar bosganimizda biz barcha xizmatlar keltirib o'tiladi bu yerda. Qisqacha video kontentimiz shundan iborat edi. Rahmat.